elimizde Uygur ana tilimizni qo'llanish imkoniyatining barg'ansari tarif berishi va cheklanishiga uchrashdek vaziyat hammamizning ko'nglini bearam qilib turdi. Chet ellardami agar diqqat qilmasak, Uyg'ur tilimiz yo'qolish xavfiga uchrayotgan tillarning biri bo'lib qoldi. Mahmud Qashqari ana til maktabimiz dal o'tgan yili shundoq vaqtida qaytadan kengayib, sınıflarga bölünüp qaytadan o'qish xizmatimizni başlagan kun şuna bir yıl bo'lib qoldi. Bugun bolalarimiz ota-onalarga o'zining bir yil jarayonida maktabda o'rgangan tillarini sizlarga doklad qilish yuzasidan nomerlarni tayyorlab kelibdi. Uyg'ur tili degandek oila, jamiyat va maktabda praktik qilish orqali, o'rganish orqali yo'qotib qo'yish xavfidan saqlangan bo'ldi deb qaraymiz. Lekin bu Uyg'ur tili turmush tili emas. Maktab, jamiyat, oilada praktik qilish bilan bu tilni davomlashtirg'ili bo'lamdi yo'q, uni bilmaymiz. Uzun davomlashamaydi. Uyg'ur tili tarixdan berilan ilm fan tili, falsafa tili bo'lib kelgan, yolg'iz turmush tili bo'lib kelmagan. Bu haqda ana til g'ururi Alisher Navoiyning aytdiği tatliq bir gapi bor. Farisi asalis, arabiy shekaris, turkiy unaris degan. Shuning uchun barliq kuchimiz bilan Uyg'ur tilimizni saqlab qolish uchun tirishib o'ltiribdik. Bugungi faoliyatimizda biz maktabimiz sorunluymuş maktabimizga bolalarga berdik. Bolalarimiz o'zi riyosatchilik qilib bugungi faoliyatimizni boshqarib berdi. Faoliyatimizning beshida o'quvchilarimizdan Ahmadjon Ismoilni Qur'on tilovati bilan faoliyatimizni boshlab berishga ijozat bergaysizlar. Rahmat hammalarga. Assalomu alaykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. رحمت Mehriban ustazlar ve barca dostlarım, yaxşımı uslar, hammalarga o'tliq salom, âli ehtirom. Hammalarning ana til bayramlarga muborak bo'lsin. Ana tilim, jon tilim, bayramingga muborak ana tilim. Birinci numara İstiklal Marşı, şiir deklamatsiya, Ümit sınıftaki barliq sabaqdaşlar birlikte o'rindaydi. Kurtuluş yolunda sudek aktı bizning qonimiz. Sen üçün ey yurt